Hop, basseynimizni plyusos qilib bo'ldik. Endi buni sizlarga ko'pchilik so'raydi, uy sharoitida qanaqa qilib ishlatamiz? Mana bu narsa nima bu o'zi? Ko'pchilik bilmaydi. Bu narsa mana shu filtrning miyasi hisoblanadi. Shu narsa orqali suv o'tadi, shu narsa orqali suv chiqadi. Filtrga kirib, filtratsiya bo'lib, tozalanib suv chiqadi yana basseyn. Bu narsani men sizlarga hozir qanaqa qilib chayishni o'rgatib qo'yaman. Buning uchun kelamiz. Shitidan nasosni o'chiramiz. Mana o'chirdik. Nasos o'chdi. Mana mamutni o'ng tarafida kanalizatsiyaning trubasi ketgan bo'ladi. Bunga sizlar kran qo'ygan bo'lsanglar, обязательно kranni ochib olasizlar. Birinchi bo'lib ochishingiz kerak. Buni ochdinglar, keyin mana bu richakka shunday bosasizlar, aylanadi bu. Xolisinglar chap taraf, xolisinglar o'ng taraf, farqi yo'q. Aylanadi, aylantirib mana bekvash degan yozig'i bor. Filtr bo'lsa, filtrni to'g'risida bekvash. Bunga qo'yasizlarda nasosni yoqamiz. Keyin nasosni oldiga kelamiz. Mana bunaqa oynali joyi bo'lsa agar ko'rinadi, suv chiqib ketayotgani, kir suv chiqayotgani ko'rinadi. Va bir hafta davomida mana o'ziga yig'gan changlarni chiqarib yuboradi bu. Avtomatik bo'lmaydi, bu narsa mana bundan boshqarasizlar. Mana shu miyasi filtrni boshqaradi. Mana shunaqa qilib qo'yasiz. 30 sekund, 35 sekund ushlab turamiz. Nasos yoqib. Keyin mana bunaqa joyida ham oynachasi bo'ladi. Shu yerdan ko'rsanglar ham bo'ladi. Agar filtrlarning ustida oynasi bo'lmasa, mana bunaqa oyna joyi bo'ladi. Shu yerdan ko'rinadi. Keyin yana o'chiramiz nasosni, yana kelamiz. Yana richakni bosib turib, aylantiramiz. Bu ikkinchi pozitsiyamiz. Ring Z deb yozib qo'ygan bo'ladi. Ring Z. Bu kompresslash. Yana kelamizda nasosni yoqamiz. Bo'ldi. Yoqqanimizdan keyin mana o'zi bu yoq tiniq suv bo'ladi. Hozir ichidagi qumni pressportni bosib pastga. Yana kelamiz. O'chiramiz. O'chirdik. Qaranglar, yana mana bu narsani bosib turib, qaytarib filtrga qo'yamiz. Mana bu kranni yopib qo'yinglar. Buni ishlatmaymiz. Mana bu yerdan biz hozir plyusos kranini ochganmiz. Bu yerda plyusos krani ham bor, yo'nqis krani ham bor. Basseynimiz ikki xil basseyn bo'ladi. Bittasi skimmer, bittasi переливной. Bizda переливной toshib mana bu yerda plyusos biz o'zimiz uchun yozib qo'yganmiz. Sizlarda ham yozilgan bo'lsa kerak. Buni o'chiramizda, yo'nqisni yopib ochib qo'yamiz. Nasos o'chib turgan holatda bajaringlar bu ishlarni. Bo'ldi, shu bilan filtrimizni chaydik. Kranlarni to'g'ri ochib qo'ydik. Agar sizlarga mana shu filtr nasos chayish bo'yicha to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, men opsiyada nomer yozib qo'yaman. Bemalol telefon qilsanglar, konsultatsiyalarimiz bilan tanishsanglar bo'ladi.